а вам это на этой точке. Это вино потом. Все это выезжал. Hozir turgan joyimiz Uran chiqindilari ko'milgan joyda turibmiz. Bu Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan 9 million yevro hisobiga yopilib, rekultivatsiya qilindi. 14-avgust kuni davlat rahbari huzurlarida bo'lgan taqdimotda agentlik huzurida alohida direksiya ochilishi va shunga o'xshagan yopilmagan uran ko'llari tabiatga zarar yetkazayotgan xvostlarni hammasini bitta qo'lda to'plagan holda ularni boshqarish, monitoringini olib borish va tabiatga zararni kamaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bu bo'yicha hozir prezident qaror loyihasi ishlab chiqilmoqda. Barcha eski uran ko'llari direksiya tomonidan nazorat qilib boriladi. Kamera o'rnatiladi, tegishli radiatsion fonni ko'rsatadigan belgilar o'rnatiladi. Radiatsiya miqdori kam bo'lgan joylarda turistik joylar qilinib, o'sha sharoit yaratiladi. Shuningdek, mahalliy aholiga tushuntirishlar olib boriladi. Dam olish, hordiq chiqarishni ham qanday to'g'ri tashkil etish, bu radiatsion o'sha fon qanaqa ta'sir qiladi. Bir xil joylarda ko'rishimiz mumkin. Odamlar radiatsiya hududlariga kirib ketgan joylari bor. Shularni biz yoshlarga va mahalliy aholiga mutaxassislar ishtirokida tushuntirishlarni olib boramiz. С 1953 года в этих местах добывалась урановая руда. Uran rudasi 1953-yilda qazib olingan. 1989-yilda rudaning kamayishi tufayli qazib olish to'xtatilgan. Ammo meliorativ ishlar amalga oshirilmagan. Buning oqibatida barcha shaxtalar, o'tish joylari va uran chiqindixonalari ochiq holda qolib, mahalliy aholi xavfsizligi uchun xavf tug'dirgan. Bugungi kunga kelib barcha bu kabi sobiq uran konlarini zararsizlantirish maqsadida olib borilgan rekultivatsiya ishlari tugallandi. Jarayonda kon quvurlari va kanallar to'liq berkitilib, muhrlandi. Uran chiqindixonalari usti va atrofi bir necha qatlam yopilgan. Suv kanallari o'rnatilib, suv to'g'ridan-to'g'ri Kattasoy daryosiga oqib tushishi ta'minlandi. Shu sababli endilikda biz ushbu sobiq konlarning radiatsiya xavfsizligiga to'liq ishonamiz. Поэтому в радиационной безопасности мы уже полностью уверены.